Xotanning unutilgan allamisi Muhammed Zakir Xalpitim. Merhum Muhammed Zakir Axun Xalpitim miladiye 1930 yılı küzde Çira nahiye Mahmal kentideki bir oddiy Uyg'ur dehqon oilasida dunyoga kelgan bo'lib, otasining ismi Ahmed To'xta Axun edi. O tikuvchilik bilan shug'ullanadigan va diniy ilmdan xabari bor, ma'rifatparvar kishi edi. Xalpitim 14 yoshiga qadar oilasida va mahallasidagi ahli ilmlarda ilm tahsil qilgan. Uningdan keyin Keriya nahiyasidagi Roza xonimning madrasasida 7 yil o'qigandan keyin o'z yurtiga qaytib berib, mahallasidagi ahli ilmlardan ta'lim olgan. Miladiya 1944-yili Qashqarga berib, Mamtimin Mavlavi, Salih Hoji Damollam, Sulayman Damollajim, Qosim Qarajim, Zaydin Abidin Mavlavi qatorliq ulamolarda hadis, tafsir, miros usuli, faraiz ilmiga oid diniy ilmlarni pishiq o'qigan. Bu jarayonda u ilgari keyin bo'lib Qashqar xonlik madrasa va Sojiya madrasalarida 10 yildek davomli o'qigan. Ayni yillarda uning bilan birga Qashqarda o'qigan hamsavoq-savoqdoshlaridan Xotan Chira nahiyasining joy kentidan Muhammad Ilohun Xalpitim, Mahmaldin Yasinaxun Damollam, Seriq Eriq kentidan Mehmet Iminaxun Xalpitim, Abdurishit Axun Xalpitimlardan boshqa Xotan shahridan Abdullah Rozi Damollajim, Mat Qurban Damollajim, Muhammad Nasiraxun Damollajim, Ablatxon Maqsumajim qatorliqlar bilan birga o'qigan. Bu jarayonda u diniy ilm o'qish bilan birga Sharqiy Turkiston tarixiga aloqador muhim kitoblarni yezib va ko'chirib, boshqalarning foydalanishi uchun sungan. Bu vaqt dal 1958-yildagi 1000 yillik mahkama shariy tuzumini tüptün qaldırış harpsıga to'g'ri keladi. Oqibat bu kitoblarni yezib ko'chirganlik ish izlari Xitoy hukumatiga anglangandan keyin doiralar ularni Qashqarda so'roq qilgandan keyin oldi bilan ularni Qashqardan Xotanga yo'lga selib-atgan. Orqadanla ular Xotanga kelgandan keyin har birini o'z yurtida qo'lga olgan. Uning qo'lga ilinishining asosli sababi Vijdon ovozi va Sharqiy Turkistondagi mustaqillik sadosi nomidagi kitoblarni yozganlik sabab bo'lgan. Shu vajidan 1958-yili Muhammed Zakir Xalpitim 16 yil, Mehmet Ali Xalpitim 18 yil, Muhammed Qurban Damollajim 15 yil, Ablatxon Maqsum Hojim 14 yil turmada yotgan. Biroq ularning eng oldi 1976-yili, eng keyni 1980-yili atrofida ondan turmadan qo'yib berilgan. 1974-yili jazo muddati to'shqan bo'lsa-mu, yana 3 yildek qo'yib berilmagan Muhammed Zakir Xalpitim turmadan chiqibla Xotan xalqining diniy ma'rif va oqartish xizmatlarini toki vafot bo'lganga qadar davomlashtirgan bo'lib, Xotan shahriga tutash Dönvaq mahallasi mazkur ustozlarda o'qiydigan diniy taliblarning nuqtaliq madrasasiga aylangan. Muhammed Zakir Xalpitim matematikaga nihoyatda pishiq bo'lib, Xotanda miros ilmi haqidagi fatvolarning hammasi Xalpitimdan so'riladi. Xalpitim yana miros masalasi haqida Faraiz miros nomli bir asarni o'z qo'li bilan yozib qoldirgan. Marhumning muhojiratdagi navrisi Bovus haqida mundaq bir real hikoyani so'zlab mundaq degan. Onamning menga aytib berishicha, Xalpitim dadamning dadasi Ahmed To'xta Axun tug'ilma mahmalliq bo'lib, o'zimi yolg'iz o'g'ilkandiq. Burundan tortib urug' tuqqanlari nihoyat oz bir jamoatgan. O'zi yurishtirish nihoyat ratlik, jamoat orasida gapi o'tadigan bir kishi ekandiq. Kasbiy tikuvchi bo'lib, ilm ahllarining hurmatini bak qiladigan, yig'ilishlaridan qep qolmaydigan kishi ekan. Şu zamanlarda Çırıda Zakira Xonum deydigan yetuk bir diniy olim yaşaydı ekan. Ahmed To'xta Axunim cho'ng dadam u kishining ilmiy so'rinlarga ko'p qatnashgan bo'lib, Zakira Xonumning ilmiy qobiliyati, taqvoligi, shundaqla mahalla jamoatini yetaklashdagi farosati Ahmed To'xta Axunimni nihoyat qoyil qilgan. Shuningdan keyin Ahmed To'xta Axunim har namozida Allohdan bir o'g'il farzandim bo'lsa, ismini Muhammed Zakir qo'ysam, olim va yo'lboshchi qilib yetishtirsam, Zakira Xonumga o'xshash hayotining oxirigacha kishilarga ilm berib,
islomga yetaklaskan deb tilaydi ekan. Ahmad Axunimning duosi oxir ijobat bo'lib, 1930-yillari Xotan Chiranoya Mahmal kentidagi oddiy bir oilada cho'ng dadam Muhammad Zokir Xalpitim tug'ilibdi ekan. Qisqasi, o'z umrida o'zi uchun bir kunmi g'am qilmay, bütün g'amni, millatni va xalqni yetaklashga mujassamlashtirgan, eng oxirgi 35 yillik hayoti to'limu g'o'rgullikda o'tgan Alloma Xalpitim 1978-yildan 2011-yilgacha bo'lgan 33 yillik umrini ilmiy va haqqoniy kurash ichida o'tkazgandan keyin eng oxirgi 2 yilda qattiq kasal azobi tortib qaytadan asliga kelolmay 2013-yili 22-iyun, ya'ni Hijriya 1434-yili Mahi Shabanning 13-kuni juma kechasi Urumchi shahridagi 2-doktorxonada qazo qilgan. Meyti Xotanga ilib kelinib dafn qilingan. Merhumning muhojiratdagi taliblari va izbosarlarining himmatlik ustozining universal mufassal tarjima holini yezib chiqib xalqimizga sunishi ta'xirsiz zaruriyatdir.